Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Va'damizga asosan bugun umidvorlik haqida so'zlaymiz. Umidvorlik hayotdir. Umid ko'ngilni yashartiradigan, irodani kuchaytiradigan, odamni ko'zlagan manziliga yetkazadigan sehrli narsa. Umid iymonning mevalaridan biri hisoblanadi. Shunga iymon bor qalbda cho'qim umid bo'ladi. Haqiqiy mu'min odam har ishda her vakit umidvar bo'ladi. Çünkü bundaq adam en avval xarlıqni azizlikqa, faqirlikni boylikqa, ojizlikni qudratga, qiyinchilikni o'ng'aylikqa, qulluqni hurlikka aylantirishga qodir bo'lgan ilm hikmatlik, cheksiz qudratlik Alloh taolaning yordamiga ishonadi. Umid iymonning qo'ldishi bo'lgandek, umidsizlik kufrlikning alomati. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Allah'ın yardımından ümitsizlenmеңлар. Çünkü kafir kavmdan başkası Allah'ın yardımından ümitsizlenmeydi o degan ayet bunun işaret kıldı. Şuna adam qandaqla bir işten ümidini üzgende yo'q dünya onun ko'ziga zulmet görünüdü. Sebepler tügügen, hiç qandaq çare kalmagan, üzü bolsa tügeşkendek his qilib qaldı. Ümitsizlik, arzu armansız yürüyüş, birer işten ümidini üzüş diyen ifadelaydı. Qandaqla bir işten ümitsizleniş, eyiplenadigan bir illet bolğandak, Allah Taala'nın yardımından ümitsizleniş günahdır. Çünkü Allah Taala ümitsizlikni küfrünün qatarına sanğan. Allah Taala bizni her zaman, her işte ümit var buluşku buyurup, fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Elbette her bir müşküllik bilen çokum bir oңaylık var. Hakikaten her bir müşküllik bilen çokum bir oңaylık var degen. Bu ayetler her bir kıyınçılıktan kin oңaylıkның keladiganligini bildirish bilan birga her bir kıyınçılıkның yanında bir oңaylıkның barligini ifodalaydi. Yani umidvorlik bilan izlanish ve sebep qilish orqali oңaylıkka erishgili bo'ladiganligini bildirdi. Xo'shallik bilan ko'ngilsizlik vaqtlik hissiyat. U o'zgarib turdi. Uzun davom qilmaydi. Ammo umidvorlik o'zgarmaydigan e'tiqod va davomlashadigan xotirjamlikdir. Shunga biz umidvor bo'lganimizda hamisha xo'shal turganning sirtida tan saqliqni saqlash, kelajakni kafolatlantirish, ijtimoiy munosabatlarni yaxshilash qatorliq ko'plagan foydalarga erishimiz. Tibbiy tadqiqotlar ko'plagan kasalliklarning adamның ruhi halati bilen münasebetli işkenlikini ispatlap çıkan. Ondaq keseller umumen ruhi halatının yaxşılanışı bilen saqıydiken, ruhi halatının yaxşılanışı ümidvarlık bilen bulduken, şuna ümidvar kişiler umaylıkça kesel bolmaydiken, kesel bolgandı mı saqıyışqa bolgan küçlük ümidi sayesinde tezla saqıyıp gididiken. Cazibiyet kanunu ta'kidlaydi ki bizning hayotdagi talaylarimiz, voqeliklarga bo'lgan ko'z qarashimiz va umidvorligimizga qarab yuksaldi ekan. Chunki umidvor va ijobiy kishilarning tan saqligi yaxshi, umri uzun, turmushi baxtli bo'ladi ekan. Undaq kishilar hayotning qiyinchiliklarini va musibatlarini eng oz ta'sirga uchragan holda eng o'ng'ay yo'l bilan bartaraf qila oladi ekan. Einstein İcabi kişilerge her qanday qiyinchilik uchun chiqish yo'li ko'rinadi, ammo salbiy kishilarga har qanday chiqish yo'lidimi qiyinchilik ko'rinadi degan ekan. Olimlarning yakunlashicha, baxtsizligimizning, huzursizligimizning, ko'ngilsizligimizning %10%ga hodisalar sabab bo'lgan bo'lsa, 90%ga bizning hodisalarga qarata ko'z qarashimiz sabab bo'ldi ekan. Shvetsiyada elib berilgan tədqiqat insanlardaki ümidvarlık ve icabiylik hakkında tüvendikilerini gösterken. Ümidvar ve icabi kişilerin immunot gücü başkalarına qaraganda %40% yuqori bo'lgan. Bu ularning eg'ir külpetlerimi icabilik bilen muamele qildiganligi, qaqshimaydiganligi ve en yaman ahvoldimi yaxshi kunlarning keldiganligiga bo'lgan umidvorlik ichida bo'ladiganligi yuzisidan. Ular iste'mol qilayotgan dori darmaklardan boshqalarga qaraganda %30% ortiq manfaat oldi ekan. Bu ularning shifo tepishiga ishonganligi va umidvorligi yuzasidan ekan. Ularda
yurak kesiliga giribdor bo'lish nisbati boshqalarga qaraganda %9% tuvan bo'ldi ekan. Bu ularning umidvorlik sohasida kayfiyatini tangshab turganligidan ekan. Ularning orasidan operatsiya qilinganlarning %77% kishining qayta doktorga barmaydiganligi isbotlangan. Bu ularning saqayganligiga va kelajakdagi go'zal kunlarga ishonganligi yuzasidan ekan. Ularning qon besimi o'rlab ketmaydi ekan. Bu ularning g'am andishidan va jiddiylashishdan saqlanganligi yuzasidan ekan. Umidvor kishilar boshqalarga qaraganda uzun umr ko'radi ekan. O'ttir hisob bilan ularning 85 yil atrofida umr ko'radiganligi bayqalgan. Nima uchun qo'ylar doktorga bormaydi? Nomli kitobda germaniyalik doktor Rayk Harmer haqida to'xtalgan. Mazkur doktor kasallarni psixikalik usullar bilan davolashda 20-asrda yuqori shuhrat qozongan bir ekan. U rak kasalining oxirgi bosqichiga berib qolgan 6270 kishini psixikalik usulda davolagan bo'lib, ulardan 6000 kishi shu og'ir kasal bilan turib, yana 4 yil yashash fursatiga erishgan. Shak qabul qilmaydigan reallik shuki, har qanday bir kasaldagi saqayishga bo'lgan umidvorlik va ijobiylik uning immunit kuchini oshirdi. Buning aksicha kasaldagi umidsizlik va salbiylik uning immunit kuchini ojizlashtirdi. Chunki Alloh taolo hadis qudusida bandam men to'g'ri qanday o'ydi bo'lsa, men uningga shundoq muomala qilaman. Yaxshi o'ydi bo'lsa, yaxshi, yomon o'ydi bo'lsa, yomon bo'ldi degan. Kasallik ve saqiyish Allah Taala'nın izni bilen buldu. Kasalni salgan mı Allah, şifalık bergücü mü Allah. Bizning davolanishimiz, doktorga ko'rinishimiz hammasi sebep. Çünkü bizni sebep qilishga buyurgan. Şuna Allah Taala'ga bo'lgan ishonchimiz, kasaldan shifo tepishga, qiyinchiliklarımızdan hal bo'lishiga bo'lgan Allah Taala'ga bo'lgan ishonchimiz qanchalik yuqori bo'lsa, bizning ishimiz shunchalik tez hal bo'ldi ekan. Aksicha ümidni uzish odamni tugashtirmaydi ekan. İmam Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni bir sahrolik arabning kesilini yo'qlab berib, uningga hech vaqasi yo'q, Alloh xolisa saqayib qolasiz deydi. Buni anglagan haliqi sahrolik arab, sen meni saqiysan deb atamsan? Yo'q. Bu chekiga yetgan qizitma. Menda qari odamni qabrga elib boradigan kasaldir deydi. Shuningdan Payg'ambar alayhisalom unga shundoq bo'lg'ay amsa deydi. Chiqib ketdi. Uzun o'tmay bu odam o'ldi. Demak, Alloh taolo bu odamga o'zining qanday qarashda bo'lganligiga qarab muomala qilgan. Agar bu odam Alloh taolaning shifo berishini umid qilib, ijobiy bo'lgan bo'lsa, balki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning shifo tepishiga duo qilgan bo'lar edi. Shuning bilan uningga Alloh taolo shifolik berishi mumkin edi. Alloh taolo Qur'on Karimda mu'minlarga yordam qilish ustimizga o'zimiz belgilagan haqdor deb va'da qilgan. Yana bir oyatda bo'shashmanglar, qayg'urmanglar, agar ishonsanglar ustunlikka egisizlar degan. Savol: Alloh taolo yuqorqi oyatlarda va'da qilgan turuqliq nima uchun dunyodagi 2 milliardga yaqin musulmonga yordam qilmaydi? Nimishqa ularning qiyinchiliklari hal bo'lmaydi? Javob: mu'min Alloh taolaning borligiga va birligiga ishonguchi deganni ifodalash bilan birga Alloh taolaning qudratiga va va'dasiga ishonguchi deganni ifodalaydi. Ya'ni Alloh taolaga ishonish deganlik uning va'dasiga mu ishonish deganlikdir. Alloh taolo azaldan o'zining va'dasiga ishongan kishilarga yordam qilib kelgan. Payg'ambar alayhissalom o'z vaqtida Makkadan Madinaga hujum qilib kelgan 10 ming kishilik mushrik qo'shinidan Madina shahrini qo'g'dab qilish uchun sahobalar bilan Xandaq bo'lib o'tib, sahobalarga kelgusidagi katta g'alabalarning bishoratlarini berib bundoq degan: Allah bana zeminin hamma tarafini yaqinlashtirib ko'rsatdi. Kun chiqishdan kun petishga qadar hamma joyini ko'rdim. Mening ummatim bana ko'rsatilgan joylarning hammasiga hukmronlik qildi. Allah bana Kisra va Qaysarning xazinalarini berishni va'da qildi. Bu islom ummatining kelgusida ro'yobga chiqaradigan katta g'alabalarning bishorati edi.
Rost degandek yerim asrga yetmaydigan bir vaqt ichida Fars Kisra imperatorligi bilan Qaysar Rim imperatorligi musulmonlar tarafidan og'dirib tashlangan va ularning boyliklarini musulmonlar o'lja qilib olgan edi. Endi zamonimizdan bir misol oladigan bo'lsak, 2010-yili boshlangan Arab bahori inqilobi ba'zi davlatlarda vaqtliq g'alaba qozongan bo'lsa-mu, kimki ahvol burunqisidan necha hassa yomon bo'lib ketdi. Bu davlatlarning ko'plari bir diktatordan qutulib, uningdan yomonroq bir diktatorning qo'lida qoldi. Ba'zilari yerlik urushga aylanib ketdi. Xalqning ahvoli burunqisidan bek nacharlashib ketdi. Ammo birla Suriya jihodi g'alaba qildi. Ular zalim diktatordan qutulib, Alloh taolaga hisob berishdan qo'rqadigan bir musulmon hokimiyatga erishdi. Rus armiyasining 2017-yili boshlagan keng ko'lamli hujumi Suriyadagi mujohidlarni taltukis yo'qotib, ilgari Asad hokimiyati qo'lidan bir qo'ygan rayonlarni qaytadan Asad rejimi ostiga kirgizishni nishon qilgan bo'lib, mujohidlar Idlib shahridagi Jabal Sarmoniya degan tog'da istehkom qurgan va dushmanning oldini to'sish uchun yillarcha jang qilgan. Amaliyotda to'sib qolgan, o'tkazmagan. 2022-yili Rossiya-Ukraina urushi boshlanishi bilan ruslar chekingandan keyin mujohidlar davomli olg'a ilgirlashga boshlagan. Natijada 2024-yili Suriyada Asad hokimiyatiga tamoman xotima bergan. Ular o'ng'ay g'alaba qilmadi. Bu g'alaba ularning Alloh taolaning nusrat ato qildiganligiga bo'lgan chin iymoni va 14 yillik jafoliq kurashlar orqasida qo'lga keldi. G'alabaga yoki mag'lubiyat oldi bilan ichimizdan boshlandi. Ishonchimizdan boshlandi. Har qanday bir ishdagi g'alabimiz ishonchimizning kuchiga ko'ra bo'ladi. Shunga Alloh taolaning yordamiga ishonaylik, o'zimizga ishonaylik. Güzel kelajak uchun hozirlanaylik, umidvor bo'laylik. Alloh hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Amin.